Bay, bu uchastkani narxini eshitibchi, mazza qorasizlar bor-ku. Mazza qorasizlar. Toshkent tumani Yangi 16 da juda ham ko'p uylar sotganman, lekin bunaqangi narx birinchi marta qo'yishim. Yangi 16 Medgordokka bu tarafi bo'ladi. Betonkadan 800 metr kirganimizda mahalla ham elitni, suv, svet, gaz bor. Xullas, 2 sotuli tayyor podklich mana shu uchastkamizni $169,000 ga olsanglar bo'ladi. Darvozaxona, sanuzel, zeleniy zona, binoning tagida podvollari ham bor, panoramli oynalar, lekin vidini juda ham zo'r qo'rishibdi. Bu lokatsiya uchun juda ham zo'r narx. Yangi 16 Bunyodkor mahallasining uchastka qidirgan tanishlik ham tashab qo'yinglar. Uyimizga kirib keladigan bo'lsa, mana shunaqangi hol, to'g'rida zal, mehmonxona joylashgan, orqa hovliga eshik derazalari ham bor. Bu tarafda bitta kattalar yotoqxonasi, zinani tagiga ham kladovka qo'yishgan ekan va bundan tashqari birinchi etajda bitta umumiy sanuzel va kuxnyani ko'rishimiz mumkin, полностью komplekt. Endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, zinadan chiqishimiz bilan mana shunaqa hol boshlanadi. Bitta umumiy sanuzel, chap tarafda ikkita bolalar yotoqxonasi, hammasining derazalari bor, razmerlari katta ishlangan. Va zinadan chiqishimiz bilan unga qarab yuramiz. Bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. O'zini alohida sanuzellarga ega. Ko'rishingiz mumkin. Panoramli oynalar. Uchastkamizda ham cho'pli pol, ham radiatorda isitiladi. Pastdagilarni umrni qoldiramiz.